Dolan qabil rayonini tushunib ko'rib bakman kişiler var. Ben hazır Dolan qabil rayonini ko'rsatib qo'yman. Bu yerninki manzarasi ajoyib go'zal ekan, ajoyib o'zicha ekan. Nurg'un tarixiy madaniyatni bilib olasizlar qarindoshlar. Ko'zingni yo'g'on echib diqqatingni markazlashtirib anglanglar. Kim bu ishni ko'rmayotgan, anglamayotgan bir umr pushaymon qildi. Ko'rdinglarmi yog'och charbini? Mau at, eshak, kalni ko'rdinglarmi? Maxsus burungi zamonda bu dolanliqlar mana shunda yog'och charbini at, kalla qitib utun bir narsani tushgan ekan. Buni men kichikimdan ko'rgan. Men kichik vaqtimda shunday narsa batdi. Qaranglar, o'qib kesibdi. Ham dolan degan nima? Mau qaranglar, mau qulvoqlarda yashayotgan qulvoqlarda daryoda turgan kishilarmi? Ko'rdinglarmi? Bular mana dab chiribdi, g'ajak chiribdi, dolan g'ajkini. Bu ko'lmo intayin chiroyli ekan. Andan keyin biz mau Dolan qabil rayonining ichiga kirib boqaylik. Mau chiroyli qizlar kelishgan yigitlar men usul o'ynaydi ekan. Kirib ko'rib boqaylik. Nim bor ekan, diqqat qilinglar-ku, ajoyib no'ch manzaralarni ko'rasizlar. Qaranglar, mau Dolanning madaniyatini his qilgan saroy ekan. Mana ichiga kirsanglar, burungi Dolan madaniyatini aks ettirgan nurg'un tarixiy ahvollar bor ekan. Qaranglar, mana nima chiqibdi? Mau lag'man so'yibdi-ku. Mau uchun navoiylik qilayotganlar, nayib mana. O'z ayni bayn rastiklam ajoyib yuqori texnika bilan yasab chiqibdi. Mau qaranglar nima chiqibdi-ku. Mau yangi tug'ilgan buvoqni imitibdi onasi. Qaranglar, emchak so'yibdi. Mau xatni qo'yibdi-ku. Kesibdi ayni pichoqda. Burun tuxumni og'ziga solibdi. Burun shunday qildi-ku bizni. Og'zini och. Qarılğaç keldi deb, bunday qilib boğazımızdan katta kesiblar og'zimizga tuxum sepib qo'ygan. Shu ishlar. Qaranglar.